Premium restoran, kafe, biznes center yoki premium do'konlarga kirib qolsanglar, o'tdan kelayotgan ifor sizlarni o'ziga jalb qiladi. Buning sirrini nimadaligini bilasizlarmi? Bu aroma diffuzorlar. Do'konlarimizga aroma diffuzorlarimizni sotuvga keldi. Bu aroma diffuzorimizni konteynerlarni yoniga qo'yib qo'yishlarini maslahat beramiz. Bu aroma diffuzorimizning o'zining programmasi bor. Programmasini skachat qilib olasizlar va buni nastorga qilsanglar bo'ladi. Soat nechidan nechigacha ishlashini va haftaning qaysi kuni sepishmasligini bemalol nastorga qolsanglar bo'ladi. Hattoki necha sekund sepishligini hamda necha sekund oralig'ida sepishini telefondan kontrol qilib o'tirsanglar bo'ladi. O'zining ichiga parfyum to'ldirsanglar bo'ladi. Bizda 4 xil hididan bor. Bemalol tanlab ketsanglar bo'ladi. Hidini o'zi 100 ming so'm turadi. Ichida 100 ml bo'ladi. Diffuzorimizni xohlasanglar batareyka orqali, xohlasanglar provodnoy qilib ham ishlatsangiz bo'ladi. Oq hamda qora rangidan bor. Narxiga keladigan bo'lsa, eng arzoni bizda o'rtoqlar 650 ming so'm. Bu aroma diffuzorlarni ayniqsa uylarga ham qo'ysanglar bo'ladi. Agarda sizlarga ham shunaqa aroma diffuzorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol charjeri do'konlariga kelsanglar bo'ladi. Hayotgancha O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz ham bor.